Diqqat, aholiga tezkor xabar. O'zgidromet ertaga havo harorati qanday bo'lishini aytdi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishlikni unutmang. Diqqat qiling. O'zbekistonda 12-iyun kuni asosan quruq va issiq ob-havo saqlanib, tog'oldi va tog'li hududlarda qisqa muddatli yomg'irlar yog'ishi hamda sel suv toshqinlari yuzaga kelishi mumkin. Bu haqda O'zgidromet xabar berdi. Prognozga ko'ra, Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Sharqdan 3-8 metr/sekund tezlikda shamol esadi, ayrim joylarda 10-12 metr/sekundgacha kuchayishi va chang to'zonlar kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 20-22 daraja, kunduzi 34-36 daraja bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo biroz bulutli, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Sharqda 7-12 metr/sekund tezlikda shamol esadi, ba'zi hududlarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi va chang to'zonlar kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja, kunduzi 32-37 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida ham quruq ob-havo saqlanib, kunduzi havo 34-39 darajagacha isiydi. Kechasi harorat 18-23 daraja atrofida bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Sirdaryo, Jizzax viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda shamol esadi. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 33-38 daraja bo'lishi kutilmoqda. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida kunduzgi harorat 34-39 darajagacha ko'tariladi. Havo biroz bulutli bo'lib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Sharqdan 5-10 metr/sekund tezlikda shamol esadi. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 32-37 daraja bo'ladi. Do'stlar, shu va shunga o'xshash yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.